Bugun sizlar bilan Vyetnamlik o'rtog'im bilan aylanishga boramiz. Ko'rishmaganimizga ham 3 oy bo'lib ketdi. Shunga chiroyli qiz bo'lib borishimiz kerak. Menimcha bu lifehackni ko'pchilik bilsa kerak. Tonalka surishdan oldin yuzingizga mis sepsanglar, tonalkada yuzingizga juda ham zo'r yotadi. Makiyajimizni tez-tez qilib olamiz. Makiyajimiz tayyor, bo'mishki stilam tayyor va endi yo'lga chiqsak ham bo'ladi. Birinchi o'rtog'im uyiga boraman, keyin birga Hongdega boramiz. Men o'rtog'imni tayyor bo'lishini kutib o'tirdim. Menga vyetnamcha snacklardan berdi. Juda ham zo'r ekan. Rahmat Tina. O'rtog'im tayyor bo'ldi va biz Hongdae taraf yo'l oldik. Ko'pchilik Hongdae deganda tungi klublarni va Do You Live Alone degan bollarni bilishadi. Excuse me, you look very open-minded. Put your number in my iPhone 16 Pro Max. Lekin Hongdaeda juda ham taniqli brendlarning do'konlari bor va vyetnamlik o'rtog'im ham o'zi yaxshi ko'rgan Kakao Friends multfilm qahramonlarining o'yinchoqlarini olmoqchi edi, lekin xohlagan narsasini topa olmadi. Kakao Friendsdan chiqib hamma qizlar yaxshi ko'radigan kosmetika magazinga kirdik. Bu esa Hongdae ko'chalari. Oxirida bu narsa yemasa yo ichmasa bo'lmasdi. Shunga o'sha bu narsani oldik. Albatta TikTok videolar ham olmasa bo'lmasdi. Menga obuna bo'lib qo'ysanglar, sizlarga shunaqa BTS payponlaridan yuboraman. Shunaqa qiziqarli videolardan qolib ketmaslik uchun menga obuna bo'lib qo'ying.